Tarixiy manbalarda keltirgan 92 o'zbek urug'lari nafaqat O'zbekiston hududida, balki butun O'rta Osiyo hududlarida tarqalgan. Bu 92 o'zbek urug'lariga Mo'g'ullar istilosidan oldingi va istilo davrida hamda Shayboniylar davrida kelgan etnik guruhlar ham kiradi. Shuningdek, O'rta Osiyoda qadimdan yashab kelayotgan Chig'il, Yag'mo, Usun, Tuxsi, Xalaj va boshqa turkiy etnik guruhlar ham 92 o'zbek elati tarkibiga kirgan. O'rta Osiyo xalqlarining 19-asr ikkinchi yarmi, 20-asr boshlaridagi tarixiy taqdiri va taraqqiyot bosqichlari Chor Rossiyasining mustamlakachiligi davri bilan bog'liq. Keyinchalik mintaqada Sovet hokimiyatining o'rnatilishi bilan O'rta Osiyoda milliy hududiy chegaralanish o'tkazilib, 5 ta milliy respublikalar tashkil etildi. Shu bilan shakllangan elatlar taraqqiy etayotgan tarixiy makon sun'iy ravishda bo'lib yuborildi. Mintaqa xalqlarining assimilyatsiya, konsolidatsiya jarayonlariga jiddiy ta'sir o'tkazilishi va keyinchalik Sovet xalqi nomli yagona etnik birlikni yaratish haqidagi nazariyani amalga oshirilishi borasidagi olib borilgan siyosat ham o'zbeklarning milliy etnik qiyofasiga, mentalitetiga rahna sola olmadi. Qabila tuzilishiga ko'ra, o'zbeklarni har yerda 92 bov o'zbek deb ataydilar. Bov bu qabila demakdir. Boshqurtlar ichida shunday bov bor. 12 bovli boshqurt deydilar. O'zbeklarda 92 qabilaviy bir nasabnoma bordir. Nasabnomaning 16-17 asrlarda yozilgan nusxalari bilan yangi nusxalari orasida farq juda oz. Masalan, Oxund Qurbonali va Xanikov hamda Shayx Sulaymon nashrlari. Shubha yo'qdirki, nasabnoma o'zbeklarning Oltin O'rda zamonidagi yangi Mang'it, No'g'oy va qozoqlar ayrilmasdan ilgarigi hayotiga oiddir. O'zbeklarning 92 urug'i quyidagicha: Ming, Yuz, Qirq, Ungajit, Dayman, Qipchoq, Arg'in, Burloq, Busloq, Chemarchin, Bo'zay, Qatay, Xitoy, Jit, Juyut, Saljovut, Mang'it, Qang'it, Oymavut, Ulaji, Gulegen, Qishliq, Tomo, Mechet, Kirderi, Ramadan, Juyrat, Bo'zaji, Uysun, Tatar, Tilov, Shirin, Ag'ir, O'g'ran, Buzan, Buzaq, Barin, Bahrin, Mo'g'ul, Nukus, Jaloyir, Saroy, O'ng, Qo'ng'irot, Olchin, Chichoq, Qalmoq, Oyrat, Qorluq, Turgavut, Qatag'on, Kilechi, Kenagas, Bo'yrak, Qiyot, Qang'li, O'zji Bo'luji, Upulachi, Gulun, Boyovut, O'tarchi, Arlot, Kerayit, O'ngqut, Qachat, Merkat, Burqut, Quralash, Qarlob, O'g'lon, Kudey, Turkman, Do'rmon, Tobin, Mumun, Aday, To'qsaba, Qirg'iz, Uyruji, Jo'rga, Batash, Qo'ysun, Suldus, Tumay, Ko'rlavut, Jilkash, Yug'ur, Yobu, Yeqabu, Mo'ytan, Major, Qo'ljaliq, Cho'ran, Churchut. Bu aytilgan qabila ismlarining 33 qadari Mo'g'ul qabilalarining, boshqalari esa butun mashhur turk qabilalarining bir qismidir. O'zbeklar kelmasidan avval Movarounnahrda yashab, so'ng ularga aralashib ketgan Barlos, Qavchin kabi qabilalar bu orada yo'qdir. Zikr etilgan 92 qabiladan 45 qadari bugun o'zbek hayotiga oiddir. Qabilalarning bugungi bo'linishi esa quyidagicha: Qo'ng'irot qabilasi. Buning katta aymoqlari 5 tarmoq bo'lib, ular Vohtamg'ali 18 ta urug'ga bo'lingan. Qozoqli, Ochamayli, Qoraqo'ng'irot, Chanchiqli, Bolg'ali, Baymoqli, Jilontamg'ali, Aboqli, Taroqli Irg'oqli, Bo'gajili, Cho'michli, Xandaqli, Qaychili, Uyuvli, Bolg'ali, Ishqili, Kesovli. Qo'shtamg'ali 16 urug'ga bo'lingan. Qoraqasmoq, Qoraqalpoq, Ko'chaxo'r, To'langit, O'troqli, Kal,
Tulovmat, Mavlish, Ko'lobiy, Ko'sa, Chol, Barmoq, Savrabuzar, Samburu, Bandi Kuchuk, Oqpichoq. Qonjig'ali 14 ta urug'ga Qora Ursoq, No'g'ay, Ulus, Moltaka, Chullik, Qo'ldovli, Chala, Quyun, Qora Bura, Qora, Do'ska, Ko'rtog'ay, Jelkillak, To'pqora. Oyinlilar 12 ta urug'ga bo'lingan. Oytamg'a, Chiron, Kachay, Beshbola, Hojibachcha, Oqtona, Tupor, Kal, Qovg'a, Turkman, Qoraqalpoq, Qora. Tortuvli 6 urug'ga bo'lingan. To'g'is, Monka, Oboqli, Mayda To'ba, O'r, Cho'poq. Qo'ng'irotning butun urug'i, sho'balari, tarmoqlari Amudaryo havzasida Buxoroning G'uzor, Sherobod, Qo'rg'ontepa viloyatlarida bo'ladilar. Buxoroda ko'chmanchi umr kechiradilar. Xorazmdagilar esa o'tiroqdirlar. Nayman qabilasi. Buning aymog'i 3 ta: Qo'shtamg'ali, Uvaqtamg'ali, Sadr. Ular Xorazm va Samarqand atrofida. Kenagas esa 5 aymoqdan iboratdir. Qayurasali, Qaroqli, Ochamayli, Jikqut, Aboqli. Bular Xiva va Shahrisabz atroflarida. Mang'it urug'i esa 3 aymoqdan iboratdir. To'q mang'it, oq mang'it, qora mang'it. Bular Xiva va Qarshi atroflarida yashashadi. Tuyoqli urug'i Samarqand va Kattaqo'rg'on tumanlarida. Mo'ytan urug'i ham Samarqand va Kattaqo'rg'on tumanlarida. Saroy urug'i Shahrisabz, Yakkabog' hududida o'rnashgan. Borin urug'i esa Farg'ona viloyati va Kattaqo'rg'on tumanida yashaydilar. Qipchoq urug'i Samarqand, Kattaqo'rg'on tumanlarining muhim joylarini egallaganlar. Xiva va Farg'onada esa bular ozchilikni tashkil qiladilar. Ming urug'i Samarqand, Panjakent, Jizzax taraflarida va Farg'onada yashashadi. 3 urug' tarkibida esa Misit, Tomo, Yebu Buxoroning Ziyovuddin hududida yashaydilar. Burqut urug'i Chelak va Karmana atroflarida. Arlot urug'i Qorako'lda. Qangli urug'i Jizzax hududida. 40, 100, 1000 urug'lari Jizzax tumanida yashashadi. Batash urug'i esa Qarshi, G'uzor taraflarida yashaydilar. Qoraqalpoq urug'i esa 5 aymoqdan iborat. Qoraqo'yli, Qorasingir, Oymavut, Istek, Ochamayli. Bular Amudaryo havzasi va Samarqandning shimolida Oqtepada yashashadi. O'zbek qabilalari ichida aristokrat Bekzod laqabini olganlar bor. Bular xonlarning taxtga chiqishi va mamlakatni boshqarishida faol ishtirok etganlar. Bulardan Xivada Qiyot Qo'ng'irot, Yo'g'ur Nayman, Qang'ili Qipchoq, Nukus Mang'it qabilalari. Buxoroda esa Shayboniylar zamonida Qo'shchi, Nayman, Qorluq, Bo'yrak kabilar. Mang'itlar zamonida Ming, Arlot, Borin, Batash urug'lari ma'ruf bo'lmishlar. Qatag'onlar davrida bekzodlar saylanganlar. Urug'lar ichida Tuyoqli, Mo'ytan, Xitoy, Mang'it va Qo'ng'irotlarning Buxorodagi aksariyati Dashti Qipchoqdan eng keyin kelgan urug'lardir. Bular ilgarigi Mang'it No'g'oy, Qozoq hay'atlariga dohil bo'lib, keyinchalik Movarounnahrga kelganlar. O'zbek urug'laridagi shevalar. O'zbeklarning eski shevalarini va odatlarini o'ziga xos tarzda saqlaganlari asosan Jizzax tumanida bo'ladilar. Qirq, Qangli, Soliq, Turk, Turkman, Nayman, Mang'it, Xitoy 100, Suloqli, Tuyoqli, Olacha, Burqut, Serkali, Baymoqli, Jaloyir, Kirgiz 100, Quyon Tuyoqli, Parcha 100, Qarabcha, Qushchi, Uroqli, To'qjori, Qo'shtamg'ali, Saroy, Qonjig'ali. Faqat bu qabilalarning nufuzi juda ozdir. Dushanbe atrofida Laqay, Marqa Kichik Yuz, Fayzobod atrofida Qarluq kabi qabilalar ham o'z shevalarini saqlab qolganlar. 19-asr boshlarida Hindistonlik Mir Izzatulloh tarafidan Afg'on Turkistonidagi o'zbeklar haqidagi tartib etilgan jadval biroz e'tiborga molik. Bunga ko'ra, u yerdagi qabilalar quyidagilardir. Shibirg'on yaqinidagi Saripulda Ming qabilasining Ochamayli aymog'i. Uning yonida Sayyod degan joyda Ochamayli va Qazayo'g'li. Ming. Undan quyiroqda Qipchoq urug'i. Qunduzda tamoman Qatag'on, Balx hududida Saroy va Mo'ytan urug'lari. Badaxshonda Eshkamish va Qatag'onlarning
Burga hamda Timish nomli aymoqlar yashaydilar. Norinda Chig'atoy urug'i, Mir Izzatulloh Mo'ytan va Qatag'on urug'larining aymoqlariga oid belgilarni beradi. Mo'ytan 7 aymoqdir. Tilikxona, Ko'rmishli, Qazayo'g'li, Chag'ar, Sum, Oqshayiq, Chuchen. Qatag'on urug'i esa 3 aymoqdir. Beshqaban, Saljovut, To'rtota. Beshqabanning 4 bo'lagi bor. Laqqa, Laqay, Yangi Qatag'on, Qesmavir, Qayon, Manas. Qesmavirning 4 tiragi bor. Oqtog'liq, Andijoni, Qal'asi, Bumin. Manasning 3 tiragi bor. Temish, Sarbag'ish, Burga. 4 otaning 4 bo'lagi bor. Sariq Qatag'on, Chiroq, Boshsiz, Mardot. Chiroqning 2 tiragi bor. Qiz otizi, Sho'lang. Mardotning 3 tiragi bor. Luchata, Bo'zon, Jo'tuduq.